Ko'pchilik hali ham g'ishtni gazoblokka nisbatan afzalroq ko'radi. Ammo bu tasavvur haqiqatga to'liq mos kelmaydi. Bugungi kunda oramizda gazoblok haqida to'liq ma'lumotga ega emaslar juda ham ko'p. Aksariyat odamlar gazoblokni oddiy qurilish materiali sifatida bilishadi. Shuning uchun ham g'ishtni afzal ko'rishadi. Aslida esa gazoblok ikki xil turga bo'linadi. Oddiy gazoblok va avtoklaflangan gazoblok. Oddiy gazoblok qo'lbola uskunalar yordamida quyilib, tabiiy sharoitda quritiladi. Ayni shu sababli uning zichligi, mustahkamligi va issiqlik izolyatsiyasi pastroq bo'ladi. Bunday bloklar namlikni o'ziga osonlikcha va tez singdirib oladi. Shu sababli o'zida yoriqlarni hosil qiladi. Bu esa issiqlik izolyatsiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Natijada bino ichida sovuq bo'lishi va energiya sarfi ko'payishiga olib keladi. Avtoklaflangan gazoblok esa zamonaviy sanoat sharoitlarida maxsus bosim va yuqori haroratda ishlab chiqariladi. Ushbu texnologiyalar tufayli avtoklaflangan gazoblok 3 barobar yengil bo'ladi, issiqlik va sovuqlikni a'lo darajada ushlab turadi, shovqindan himoya qiladi, devorlar esa yillar davomida yoriqsiz va mustahkam bo'lib qoladi. To'g'ri tanlangan qurilish materiali uyingizni uzoq muddat xizmat qilishi, ichki muhitning qulayligi va foydalanish xarajatlarini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun qurilish materiallarini tanlayotganimizda eski odatlarimizga emas, balki zamonaviy texnologiyalar va faktlarga asoslanishimiz kerak. Avtoklavlangan gazoblok bu mustahkamlik, yengillik va energiya tejamkorlikning ideal uyg'unligi.